Assalomu alaykum. Sizlar bilan Shakida va bugun intensivni 2-kuni. Bugun sizlar bilan sun'iy intellekt turlari va ular nimalar bilan farq qilinishi haqida batafsil gaplashamiz. Sun'iy intellekt 3 turga bo'linadi. Oddiy, murakkab va o'ta murakkab. Super intellekt desa ham bo'ladi. Oddiy sun'iy intellekt u qanday bo'ladi? Oddiy sun'iy intellekt uni xotirasi katta bo'lmaydi va uni o'zini yo'naltirilgan vazifasi bo'ladi. Misol uchun, telefoningizdagi Face ID. Face ID ning vazifasi sizni eslab qolish va buning uchun katta xotira talab qilmaydi. Kompyuterda o'yin o'ynashni yoqtirsangiz, misol uchun shaxmat, shashka va shu kabilarni sizning raqobatchingiz robot bo'ladi. Ya'ni sizning raqobatchingiz sun'iy intellekt. Va buning uchun ham uni vazifasi oldindan belgilangan sxemalarda ishlatgan holda siz bilan birga o'ynash. Hattoki OK Google yoki Siri'larni ishlatganingizda ham sun'iy intellektni ishlatasiz deb oldingi videoda aytib o'tgandim. Bular ham oddiy sun'iy intellekt turlariga kiradi. Hozirgi kunda ko'pchilik aqlli uy umnidom qilmoqda. Bu qanday ishlaydi? Qurilmalarni bir-biriga ulab turib, ovoz yordamida ularni boshqarish. Pardalarni och, svetni yoq, svetni o'chir. Bularning barchasi ham sun'iy intellekt yordamida boshqariladi. Shunday qilib, barcha aytib o'tganlarim oddiy sun'iy intellekt turiga kiradi. Keyingisi murakkab sun'iy intellekt. Murakkab sun'iy intellekt kattaroq xotiraga ega bo'ladi va u o'ylash qobiliyatiga ega. O'ylash qobiliyatiga ega deyilganda, oldingi savol-javoblardan kelib chiqib, sizga yangi javobni beradi. Misol uchun, ChatGPT u siz bilan bo'lgan muloqotni eslab qolib, sizga har bergan javobida oldingi siz bilan muloqotini hisobga olib javob beradi. Yoki-da Instagram, TikTok shularni ko'rganingizdan keyin sizni u chuqurroq analiz qilib, sizni nimalarni yoqtirishingizni o'ylab va sizga keyingi beradigan videolarda ham, sizga ko'rsatadigan ma'lumotlari ham sizni xohishlaringizdan, sizni yoqtirgan ma'lumotlaringizga bog'langan bo'ladi. Hatto ba'zi bir saytlar ham siz haqingizdagi ma'lumotlarni yig'ish qobiliyatiga ega. Ba'zi bir saytlarga kirganingizda cookies degan narsani ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Siz haqingizdagi ma'lumotlarni yig'ish degani bo'ladi. Oddiy qilib tushuntirganimda juda chuqurlashib, murakkablashib ketishni xohlamayman va o'sha siz haqingizda yig'ilingan ma'lumotlarni u keyinchalik sizga yoqadigan narsalarni ko'rsatganda ishlatishi mumkin. Va bularning barchasi sun'iy intellekt ishlatadi. Bular murakkab sun'iy intellekt qatoriga kiradi. Keyingisi bu o'ta murakkab, ya'ni super intellekt. U insondan ham kuchliroq fikrlaydigan, hatto hozirgi vaqtda fikrlay oladigan va o'zi fikrlab javob beradigan sun'iy intellekt hisoblanadi. Lekin hozirda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra bu intellekt hali mavjud emas. Shunday qilib sizlar bilan 3 ta sun'iy intellekt turlarini ko'rib chiqdik. Oddiy, murakkab va o'ta murakkab super intellekt. Ushbu oddiy, murakkab sun'iy intellektlar ham bo'linadi. Birinchisi generativ. Generativga o'zi generatsiya qila oladigan katta ma'lumotlar bazasida o'qigan sun'iy intellektlar hisoblanadi. Bular ChatGPT, Midjourney, DALL-E, Sora, Runway va hokazo. Ya'ni sizga noldan boshlab o'zi yaratib beradigan sun'iy intellektlar. Keyingisi tahliliy, ya'ni ular tahlil qiladi. Misol uchun aytib o'tganimdek, Instagram, TikToklar sizni tahlil qiladi, sizni o'rganib chiqadi va o'sha qilingan tahlil natijasida sizga yoqadigan kontentni taqdim etadi. Hattoki kartalar ham tirbandlik borligi, qaysi yo'ldan yurish kerakligini ham sun'iy intellektga asoslanib tahlil qilib javobini beradi. Va bular aytib o'tganlarim tahliliy sun'iy intellekt qatoriga kiradi. Keyingisi amaliy. Bular siz bilan gaplashadi va aytgan buyrug'ingizni bajaradi. Misol uchun Siri, Google, Alisa bular siz bergan buyruqni bajaradi. Qo'ng'iroq qil, buyurtma qil, topib ber yoki-da aqlli uylar, smart uylar, pardani och, svetni yoq, svetni o'chir. Bular ham siz bergan buyruqni bajaradi va sizga javobni taqdim etadi. Sizlar bilan generativ, amaliy va tahliliy sun'iy intellekt turlarini ko'rib chiqdik.
Har bir sun'iy intellektni o'zining vazifasi bor va ularning eng asosiy vazifasi sizni hayotingizni biroz bo'lsa-da yengillashtirish, sizga yordam berish va ularni to'g'ri ishlatish, to'g'ri yo'naltirish juda muhim. Bugungi videoda sizlar bilan sun'iy intellektni oddiy, murakkab va super intellekt turi borligi haqida gaplashdik va ular ham generativ, tahliliy va amaliyga bo'linishini ham gaplashib o'tdik. Asosiy kirish qismimiz shunda tugaydi. Ya'ni sizlar bilan sun'iy intellekt nimaligini o'rgandik va ularni turlarini ham ko'rib chiqdik. Endi keyingi videolarda ular bilan qanday foydalansa bo'ladi va qanday qilib ular bilan suhbat olib borib, to'g'ri ishlatib va bizga kerakli bo'lgan natijani olish mumkinligini batafsil gaplashamiz. Agar sizda savollar qolgan bo'lsa yoki video yoqqan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring.